Hammaga salom, sizlar bilan internet bo'yicha bugun sizlar bilan birga ajoyib o'yin o'ynash orqali internetda sarmoyasiz pul ishlashni ko'rib o'tamiz. Buni videoni boshlashdan обязательно kanalga obuna bo'lib va like tugmachasini bosib qo'ying. Ko'ryapsizlar, biz 200 dan oshdik. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Va endigi maqsadimiz biz 300 ta o'ylaymanki buni bemalol sizlar bilan tezagina 300 ta qilib tashlaymiz. Xo'p, bo'lmasam gapni ko'pcha o'tirmasdan biz videoni boshladik. Puzli deb nomlanadigan hop ichiga kira olamiz. Bu ilovani sirkasini albatta Telegram kanalida tashlab qo'ygan bo'laman. Telegram kanal mavzusi esa kommentardan topishingiz mumkin bo'ladi. Mana kirganingizdan xuddi mana shunaqa menyu ochiladi va bu yerda play deb bitta bosamiz va bizda albatta reklama kutib oladi bizni. Va mana bu yerda endi xohlagan salyapsiz. Masalan, birinchi beginner deb bosamiz va men hozir 17-levelda ekanman. Shunday bosaman. Ana oddiy o'yin juda ham oddiy. Mana bunday puzzle'larni yig'ib turib bu yerda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Mana juda ham oson. Hop, mana bunday qilamiz, mana bunday bo'ldi. Endi esa next levelda bosamiz. O'rtada har xil mana shunday reklama chiqib turadi. Mana reklama ko'rib oldik. Endi esa yana o'yinni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Hop, mana bunday qilamiz. Mana bunday mana bu yerda adashibman. Agar adashgan bo'lsangiz yana boshqatdan mana bunday qilish orqali siz bemalol to'g'rilab olishingiz mumkin bo'ladi buni. Mana topdim, mana bunday va yana next level va yana bitta reklama ko'rib olamiz. Yana davom etamiz. Mana xuddi shunday qilib yana o'ynashni davom etishimiz kerak. Xo'p, adashibman yana. Va mana osongina o'yinlar o'tib ketyapti. Mana har xil reklama chiqmay ham qoladi. Bu siz omadingiz, ya'ni reklamasiz maza qilib o'ynashingiz mumkin, davom ettirib ketsangiz. Mana yana darshini bosamiz va mana xuddi mana yana reklama chiqadi va mana shuni ko'rganimizdan keyin yana o'yinni davom ettirib ketaveramiz. Xuddi shunaqa qilib siz bu yerda pullashda borishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, mana endi eng asosiy joyi pul chiqarish joyiga kelayotgan bo'lsak, pul chiqarish uchun nima qilamiz? Pul chiqarish uchun birinchi o'rinda ko'rasizlar, men 20 ta level o'tganman. Mana birinchida turibdi. Ana shuni siz eng kamida 15 ta level o'tgan bo'lishingiz kerak va so'ng mana bu yerga yalanni ekranga chiqsangiz, mana bu yerda mana bu savatcha rasmi chiqib qoladi. Ana shu tugma orqali biz pul chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Va mana ko'ryapsizlar. Mana shu yerda xohlasangiz Tron kriptovalyutasiga, xohlasangiz telefonga, xohlasangiz bankka, TRK20 va USDT, PP, xullas hammasiga pul chiqarishingiz bo'ladi. Mana bu yerga adresingizni yozasiz, masalan, o'sha telefon adresingiz yokida TRK20 adresingizni bosasiz va mana bu yerdan get tugmasini bosasiz va sizni pullaringiz qanchadan muddatda chiqib keladi. Men bir ikkita odamlardan eshitdim. O'zim sinab ko'rganim yo'q, lekin pul to'layapti ekan bu ilova. Yana bilmadim. Sinab ko'ringlar bemalol sizlar ham. Va men ham sinab ko'raman buni. Xo'p, bu ilova maslahatga Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalimda esa kommentariyada bo'ladi. Sizlar bilan internet kanalida bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.